Nima sababdan shimda manjetlar bo'lishi kerak? Yo'q, bunaqa zavorotlar emas. Manjetlar. Birinchidan, manjetlar shimning tagida ozgina og'irlik bo'lib turib, strelkalarni tekis oqishiga yordam beradi va vizual darajada shimni ko'rkamroq va tartibliroq ko'rsatadi. Ikkinchidan, bu elegantlik elementi hisoblanadi. Ko'pchilik o'ylashadi, manjetlar vizual darajada oyoqni qisqartirib qo'yadi. Lekin bu puxta gap. Manjetlar bilan shimingiz noodatiy va qiziqroq ko'rinadi. Uchinchidan, manjetlar 3-4 marta bukilganligi sababli keyinchalik o'zingizga moslab shimni uzaytirishingiz mumkin. To'g'ri tikilgan manjetni to'laqonli ochganda 15 santimetrgacha shimni uzaytirish mumkin. Oddiy shimlarda esa maksimal darajada 2 yoki 4 santimetrga uzaytirishingiz mumkin. Manjetning kattaligi qanday bo'lishi kerak? 4 santimetrdan 5 santimetrgacha ideal bo'ladi. Undan ko'p ham, kam ham emas. Haqiqatdan ham sifatli baland posadkali va manjet shimlarni esa Savrano Style Telegram kanalida bemalol buyurtma qilishingiz mumkin. Savrano